Assalomu alaykum va rahmatulloh. Baqa yuramiz. İspanya'nın bir shaharchasida yuribmiz. İşte port bor. Portga oz yukdi. Rastan o'sha qilgani 1,5 kilometrcha piyoda yurish kerak ekan. Juda tor ko'cha ekan. Zich aholi. Dengizni bo'yi. Ama uylar juda chiroyli ekan. Magazinlar hamma yoq bor. Bu bolalar nima qilyaptilar? Yoshlar. Qaynayapti odam. Kurortni shaharcha ekan-da bu. Qo'lni dam olgan kelganlar. Yoshlar, maktabdan bitirganlar. Magazinlar qator. Kurortni zona ekan hisobda. Mana taqancha olaman. Pero bueno, hay collar más económico, ¿vale? Depende de esa planta. Sí. Mana. Uylar rosa zich. Mana bu yerda mo'ljallar bor ekan. Xo'la. Mana mo'ljallar. O'zimizdan lo'llar baldag'adan. Turistlar olatda shularda endi mana. Shashalovchilar teridan ekan. Qoshiqchalar qara. Ular. Taxtachalar. Gap yo'q olmaydi. Hamma surishni izlayli bo'lsa kerak ular. Mana shunaqa gaplar. Oyoq kiyim 105 euro, 70 euro, 89 euro. Narx-navo o'zini puliga osonu. Mana 175 euro ekan. Aslida 80-90 euro hammasi. Juda qimmat. Mana buni krasotga mana 63 euro. 82 euro. Qimmat olma, ha? Bizda ham yuqorida. Mana bu yoqqa chiqdik mana. Havo yaxshi bo'lyapti batlarda. Bo'lsam jasti boradi. Havo salqin bo'lyapti hozir. Bu bog'chasi ekan shu park. Shiroq park. Mana. Juda chiroyli. Qaralashib qolsa